Hükümranlık ve Qarşılık. Avtori Doktor Erkin Sıdık. Avazda Gunçam Rozi. Men yaqında James Scott'ның Hükümranlık ve onunğa qarşılık körüstüş sanatlari namlıq kitabını okudum. Onunda bayan kılıngan nazriyeler ve ilgiri sürülgen ideyalar Uygurlarning hazırgıcı bolgan ahvalıga optalla mas keldiken. Yani Manju ve Xitaylarning 1870-yillardan keyinki hükümranlığı ve Uygurlarning onunğa qarşı elip bargan küreşleriga bek mas keldiken. Men bu kitapta bayan kılıngan nazriye, ilgir sürülgen ideya ve yakınlap çıkarılgan hulaslar vatan içi ve sırtidagi Uygurlarning buningdan keyinki Xitoyga taqobil turish kurashlar uchun bir muvofiq yo'l tanlab olishiga xeli obdan yordam tegadigan deb o'yladim. Shuning bilan bu kitobni bir parcha maqola qilib tayyorlab, Uyg'ur o'qirmanlarning diqqatiga sunishni muvofiq ko'rdim. Birinchi, hukmronlik. Ijtimoiy jihatda og'ir tengsizlik mavjud bo'lgan jamiyatlarda oshkor tadbir bilan yoshirin tadbirlar mavjud bo'ladi. Oshkor tadbirlar deganimiz bo'ysunuvchilar hukmronlar oldida qiladigan oshkora ish-harakatlar va ularning oldida so'zlaydigan til iboralardan iborat bo'lib, bundaq tadbirlar bo'ysunish, qabul qilish va sukut qilish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Yoshirin tadbirlar bo'lsa, bo'ysunuvchilar hukmronlar mavjud emas yerlarda o'tirg'i chiqaradigan tanqid, qarshilik va boshqacha so'z nutqlarni o'z ichiga oladi. Zo'magarlikni hamma ishda to'liq ishga oshirish hamda ideologiya va bo'ysundirish orqali ezilgichlarga to'liq hukmronlik yurgizish mumkin emas. Oshkora bosh egishning keyniga og'dirmichi ideyalar yoki maxfiy qarshiliklar yoshiringan bo'ladi. Hukmronlik sahna o'yini shaklidagi ko'rinishlar bilan bog'langan. Hukmronlar huquqning qonunligini ilgari surish uchun rasmiyat, simvol va maxsus tayyorlagan ko'rinishlarga kuchli darajada tayinadi. Bundaq ko'rinishlar faqat ezilguchilar uchun emas, balki hukmron guruhlar uchunmi tayyorlangan bo'lib, ular shu orqali o'zlarining hukmronlik o'rnini muayyanlashtirdi. Bo'ysunuvchilar jazoga tortilish xavfiga uchramaslik uchun hukmronlarga bevosita qarshilik ko'rsatishdan o'zini tortib, ustulik bilan oshkora qarshilashmaydigan kurash yo'lini vujudga keltirdi. Ikkinchi, qarshilik ko'rsatish. Kundalik qarshilashish shakllari bir inqilob darajasiga yetib bormagan kichik ishlarni o'z ichiga oladigan bo'lib, ularning misollari sifatida putini so'rab menish, buzg'unchilik qilish, yolg'ondan bosh egish, sadoqatsizlik qilish, g'ayvat qilish va masxara qilish xarakteridagi chaqchaqlarni tilga olish mumkin. Bular vaqtning o'tishi bilan o'z qimmati va kuchini to'playdi. Yoshirin tadbir siyosiy kulturga aylandi. U hukmronlar maxsus tayyorlagan saxta reallikning aksi nusxasini vujudga keltirdi. U ezilguchilar orasidagi aslima, g'urur va birlikni saqlab menib, ularni faqat cho'ng o'zgarish bo'lgan paytlarda o'tirg'i chiqardi. Hukmronlarning huquqi ojizlashib yoki cho'ng ko'lamlik ommaviy harakatlar kuchayib, mavjud sharoitda tuyuqsiz cho'ng o'zgarish paydo bo'lganda, yoshirin tadbirlar oshkorlanib, isyon yoki inqiloblarni ulg'aytidi. Qarshilashish ko'pincha hollarda kodliq yoki simvollik shakllarni olgan bo'lib, xalq cho'chaklari, naqshalar va murosimlarni o'z ichiga oladi. Bular bevosita o'ch ilish darajasiga olib o'tmay turib, hukmronlarga yoshirin holda jang e'lon qiladigan ishlardir. Qisqasi, har bir ezilgan guruhga yoki qavm o'z tajribasiga asosan hukmronlarning keyinda ijro qiladigan bir yurish yoshirin tadbirlarni yaratadi. Bundaq yoshirin tadbirlar hukmronlarga qartilgan noiti muhim inkorchilik yoki qarshilashish vositasi bo'lib hisoblandi. Uchinchi, Sharqiy Turkistondagi hukmronlik. Uyg'urlarga uzun muddat noiti og'ir darajada zulm silish Xitoy Kompartiyasining hukmronlik vositasi bo'lib keldi. Xitoy Uyg'urlar ustidan hukmronlik yurgizishda harbiy ishg'oliyat va davlat zo'ravonligiga tayinib keldi. 1949-yili Qizil armiyaning Sharqiy Turkistonga kirishi bilan Uyg'ur vatani Sharqiy Turkiston
әмәли jihatdan hərbi işğaliyyət ostida qaldı. Dövlət hökmranlığı qurolliq kontrol qilish, mustamlaka qilish va zo'ravonlik qilish orqali o'rnatildi. Bu xil ahvol Uyg'urlarni majburiy bo'ysundirishdan iborat oshkora tadbirning bir qismi bo'lib hisoblandi. Ammo ashundaq ahvoldimi Uyg'ur xalqining qalbida hukmronlikqa qarshilik ko'rsatish irodasi yo'qolmadi. Yillardan buyon Xitoy Kompartiya hokimiyati madaniy va diniy jihatdagi bostirishlar orqali Uyg'urlarni xitoylashtirishga urinib keldi. Ommaviy hayotda Xitoy tili Uyg'ur tilining o'rnini oldi. Islomga ishonish jinoyatga aylantirildi. Masjidlar cheqildi. Diniy ulamolar turmalarga tashlandi yoki o'ldirildi. Uyg'urlarning ismi, kiyim-kechaklari, naqshi musiqalari va bayramlari cheklandi. Bu ahvollar Skottning kitobidagi zo'migarlikning alomatlari bilan o'xshash bo'lib, Xitoy Kompartiya hokimiyati bir tarafdan Uyg'ur milliy kimligini yo'qotib, yana bir tarafdan Millatlar ittifoqi va taraqqiyot degan safsatlarni bozorga soldi. 2017-yildan boshlab Sharqiy Turkistonning vaziyati hokim mutlaqlik tuzumidagi hukmronlik shakliga o'tdi. Necha million Uyg'ur va boshqa turkiy millatlar jazo lagerlariga qamaldi. Keng ko'lamda DNA uchurlarini to'plash, sun'iy aql orqali nazorat qilish va oldin ko'rishlik tutqun qilish sistemlari oshkora qarshilik ko'rsatish imkonlarini yo'q qildi. Kichik bolalar yotoqda yetib o'qiydigan maktablarga o'rinlashtirilib, ona tili, ona madaniyati va dindan butunlay ayirib etishni maqsad qilgan ma'rifda tarbiyalandi. Bu hukmronlikning eng vahshiy darajada yo'lga qo'yilishi bo'lib, boshqacha ideya, aslima yoki kultur mavjud bo'lib turarligidek sharoitlar butunlay yo'q qilinib, yoshirin tadbirlarmi butunlay vayron qilindi. 4. Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarning qarshilik kurashlari. Madaniyatni qo'g'dash. Qattiq besimga qaramay, Uyg'urlar hikoya aytish, diniy ibodat ishlarini maxfiy ilib berish hamda kodlangan so'zlarni ishlatishga o'xshash yoshirin tadbirlar orqali o'z kimligini saqlab mangdi. Masalan, diasporadagi Uyg'urlar o'z vatanini Xinjiang deb atamay, Sharqiy Turkiston deb ataydi. Xinjiang degan mustamlikchilik ma'nosidagi nomni rad qiladi. Kundalik qarshi turish harakatlari. Skottning kundalik qarshi turish degan qarshi Uyg'urlarning Xitoy Kompartiyasining kontrolligini og'dirib o'tish yoki buzish uchun qo'llanayotgan usullarda ro'shan ko'rildi. Masalan, lagerdagi zo'ravon faoliyatlarga taslim bo'lganda qilib, o'z e'tiqodini saqlash, nazoratdan o'zini daldiga olish uchun mujmal tilda gap qilish yoki majburiy emgaklarni qasdan osti qilish qatorliqlar. Bundaq harakatlar Uyg'urlarni shu vaqtning o'zidagi o'ch elish xarakteridagi jazolardan saqlab, ularning insoniyligi va g'ururni saqlab qilishga kafolatlik qiladi. Jamoat birligi. Uyg'ur jamoati xususiy yig'ilishlar, burunqi qarshilik kurashlariga doir hikoyalar, masalan, Barin inqilobi va G'ulji qirg'inchiligi va diasporadagi Uyg'urlarning aloqa torlari orqali Uyg'ur jamoatining birligini ilgari surdi. Shu orqali Uyg'ur davosini butun dunyo miqyosida kuchaytirdi. Mushundaq yoshirin tadbirlar assimilyatsiyaga qarshi kollektiv kimligini yetildirdi. Oshkora qarshi turish. Uyg'urlar oshkora qarshilik ko'rsatish tarixiy an'anasiga ega bo'lib, 1933-yili qurilgan birinchi qatimliq Sharqiy Turkiston Jumhuriyati va 1944-yildan 1949-yillardagi ikkinchi qatimliq Sharqiy Turkiston Jumhuriyati buningga misol bo'la oladi. Bular ancha uzun yashayolmagan mustaqillik qo'zg'olonlardir. 1949-yildan keyin yuz bergan 1990-yildagi Barin qo'zg'oloni, 1997-yili yuz bergan G'ulji qo'zg'oloni va 2009-yildagi Urumchi qo'zg'oloni qatorliq qo'zg'olonlar Xitoy Kompartiyasiga qarshi bevosita jang e'lon qilish bo'lib, ularning hammasi vahshiylarcha bostirildi. Yuqoriqilardan boshqa Uyg'urlarda qurolli qarshilik ko'rsatish misollarimi oz emas. Tinchlik usuli bilan elib berilgan da'volar.
tinch usul bilan qarshilik ko'rsatish shakllariga Dunyo Uyg'ur Qurultiyi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Uyg'ur harakati, Uyg'ur Project Fondi, Mashal Uyg'ur guruhi va Uyg'ur Akademiyasi qatorliq tashkilotlarning faoliyatlari kirdi. Bu guruhlar zulmlarni hujjatlashtirish, xalqaradan Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan zulmini to'xtatish tadbirlarini elishni talab qilish orqali Sharqiy Turkistonning tarixiy mustaqilligini asliga keltirish yo'lida ish harakat elib beryotidi. Simvollar va madaniyat orqali qarshilik ko'rsatish. Bu sohada Uyg'urlar adabiy asarlar va san'at orqali qarshilik ko'rsatdi. Masalan, Yavo Kaptar degan asar uchun turmaga qamalgan Nurmamat Yasinga o'xshash Uyg'ur ziyolilari va san'atkorlar o'zining ijodiy asarlari orqali Xitoy hukmronlarini epchillik bilan aybladi. Bundaq asarlar diasporadagi Uyg'ur jamoatlari ichida tarqalib, Uyg'urlarning madaniy aslimlarini saqlab qolishda muhim rol o'ynayotdi. Diasporadagi Uyg'urlar hukmdorlar bilan bevosita qarshilashmay turib, ish elib berish strategiyalarini vujudga keltirdi. Ular o'z kurashlarini Uyg'urlarning madaniy va diniy kimligini qo'g'dash yo'lidagi ish harakatlar deb tasvirlab, Xitoy Kompartiya hokimiyatining Uyg'urlarni Junxo millatiga qo'shib etish shuariga jang e'lon qilib, o'z mavjudligini Uyg'urlar bir ayrim millat degan salohiyat bilan saqlab mengayotdi. 5. Navbatdagi ahvol va qiyinchiliklar. Xitoy Kompartiya hokimiyati 2017-yildan boshlab Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlar qaratgan irqiy qirg'inchilikni nihoyatda zo'r darajada kuchaytirdi. Qamash, tug'utni cheklash va Uyg'urlarni Xitoy o'lkalariga yetkash qatorliq Uyg'ur nupusini azaytish vositalari va Xitoy nupusini Sharqiy Turkistonga yetkazib kelib, o'rinlashtirishdan iborat jo'grafiyalik nupus yetkash taktikalari Sharqiy Turkistonning nupus o'rinlashtirilishi va madaniyat qurilmalarini butunlay o'zgartirdi. Ammo Uyg'urlarning qarshiliklari tuvandagi bir qancha taraflarda yanada davomlashyapti. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi va Mashal Uyg'ur guruhi qatorliq tashkilotlar Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizgan jinoyatlarni hujjatlashtirib, Xitoyga qarata xalqaroliq jazo tadbirlarini qo'llanish yo'lida tirishayotdi. Buning bir misoli 2021-yili Amerika qabul qilgan Uyg'ur majburiy emgakni cheklash qonuni. Xitoyning cheklash va besim ishlatish siyosatlarini kuchli holda ilib berishiga qaramay, diasporadagi Uyg'urlar Eid bayram o'tkazish, Navro'z bayrami o'tkazish va an'anaviy naqshi musiqa faoliyatlarini o'rlashtirishga o'xshash ishlar bilan o'zining diniy va milliy kimligini saqlab mengayotdi. Dunyoning o'xshamagan joylardagi cho'ng shaharlarda o'tkazilgan namoyishlar va kishilik huquqini kuzatish tashkiloti chiqargan dokladlarga tayinib, diasporadagi Uyg'urlar o'z ovozini dunyoga anglatib, Xitoy Kompartiya hokimiyatining ta'tir tashviqotiga taqobil turyotdi. Oxirgi so'z. Sharqiy Turkistondagi ahvol Skottning hukmronlik va uningga qarshilik ko'rsatish san'atlari degan kitobda bayon qilingan nazariyalarga to'liq mos keldi. Xitoy Kompartiyasining mustamlikchilik, kuzatish, turma lagerlarga qamash va irqiy qirg'inchilikni o'z ichiga olgan ko'p taraflik zulmi Uyg'ur kimligini butunlay yo'q qilishni maqsad qilgan bo'lib, ular bu ishni Xitoyning ittifoqligi degan oshkora tadbir ostida elib beryotdi. Uyg'urlar buningga madaniyatni saqlash va diasporada lobbichilik faoliyatlarini elib berishdek yoshirin tadbirlar bilan hamda ba'zida qo'zg'olon va qurolli harakat elib berishdek oshkor tadbirlar bilan taqobil turyotdi. Shunglashqa Uyg'urlikning Sharqiy Turkistonda asosan yo'q qilinganiga qaramay, Uyg'urlar hargizmi Xitoyga butunlay bosh egmaydiganligini isbotlab, o'zining milliy kimligini saqlab qolish va o'z vatanining ozodligini qo'lga keltirish yo'lidagi kurashini tavranmay davomlashtiryotdi.